Mana Gentrani bagajdamiz hozir mana. Gentrani bagajini tekshirib ko'ryapmiz. Qayerdan suv kiryapti? Mashinalarga polni bugungi kunda kelgan. Mana akalar. Stop parlanishi, bagajga suv o'tib ketishi, salon hidlanib ketishi, hammasi mana shu narsalardan kelib chiqadi biza. Bizga kesalaring hammasini ko'rib, topib, bartaraf qilib beramiz akalar. Mana daryo bo'lib ketyapti, mashina polni kanallari bor mana, suv ketgan salonga qarab. Bagajdan chiqqani yo'q. Biza buni hozir bartaraf qilib egalariga topshiraveramiz. Biza bu uchun polni salonni yechib chiqdik akalar. Mana akalar, rezultat hech qayerdan suv kirgani yo'q. Ko'rishlaring mumkin. Mana hermetikga o'tkazib, jabralarni almashtirdik. Tarafdan ham ko'ramiz, sizlar bilan birgalikda. Orqasidan urgan ekan oldin mashina, o'shaning uchun kirib qolgan. Hech qayerdan, hamma joydan suv quyilyapti. Sizlar guvohliklaringni akalar bo'ldi mana. Hech qayerda suv yo'q. 10-15 minut suv quyib turamiz. Faraga boy tomchilab, faranchiga ham suv ketyapti. Srochniy she'rgacha ko'rgan bo'lsangiz, podpiska bosib, yaqiniga jo'natib qo'yamiz. Like bosib akalar, Nurik seriesga obuna bo'lib qo'yamiz. Yaqiniga tashib qo'yamiz. Mana rezultat bu akalar. Sizlar bilan birgalikda bu. Aqliga tez jo'natamiz.